Salam bolsun ey cennetning aşıqları. Salam bolsun ey vatan davasının şahitleri. Salam bolsun sig'inilayotgan, aramızdan izdilayotgan davrimizning g'oiblari. Salam bolsun Ömerning do'sti, Hamzaning izbasari, Uyg'urning Xolitlari. Salam bolsun qonlari va jonlari bilan jannatni setib olgan Firdavsning sahibleri. Salam ey şehitler, vatani qadar yalğız ko'ngillardan, dadalarning rasmlarini so'yib yig'layotgan ma'sum sabiylardan, hijron o'tida ko'yib kavob bo'lgan mahsun yuraklardan sizlarga salom. Nima degan baxtli insonlar sizlar. Qo'linglarda shahodat bayrog'i, ig'zinglarda shahodat kalimasi bilan o'laligan. Naqadar shir yurak azmatlar sizlar. Tömürning sonuqini tutmasdan qurolliq dushmanlarga ko'ksinglarni keraligan, ularga qarshi sap tortib yuraligan. Yashash uchun avval o'laligidek jasorat kerakligini, badalsiz erkinlikning bir tush ekanligini tonib yetgan sizlar emasmidinglar? Shundoq onalarimizning yillardir tug'ishni orzu qilayotgani, qorong'u kamerlardagi Yusuflarimizning kutayotgani, Tangritog' cho'qqalaridagi bir tal giyohdan taklimakan ostidagi qurt qo'ng'izlargacha intizor bo'layotgani sizlar kabi qahramonlar edi. Biroq sizlar mardlarcha ketdinglar. Yovlarning yuraklarini titratdinglar. Qarindoshlaringlarning ruhlariga vatan sevgisini ko'mivatdinglar. Mana bugun ba'zilarimiz chorsizlik arg'amchisida bog'langan qo'llarimizni samoga ko'tarib, umid nurlari izlayotgan ko'zlarimiz bilan yomg'ir kabi to'kilib, sizlarni eslayotimiz. Yana ba'zilarimiz dunyo g'amiga sepilgan putlarimiz bilan egiz past yo'llarda mudirib, ko'p-ko'k osmonni oy yulduzlar bilan ko'tarib, 5 yulduzliq qizil paytimiga dastlab tükürib, turk qo'tollari oldida namoyish qilyotimiz. Kim berdi bundoq yurakni bu musofirlarga, butkul dunyo taxsini ko'tarayotgan cho'ng'amlarga varqiraydigan. Qandaq bir musulmonlar bular, islom davlat rahbarlari bay'at qilgan xalifaga beddua qila oladigan. Shundoq bu ko'yib kul bo'lgan ruhlarning tigiga sizlar cho'g'larni ko'mgandinglar. Hozir lavildayotgani dal sizlar tutashtirgan o't. Muborak oyning muborak kunida jon taslim qilgan sizlarga havasmi, hasadmi bilmayman. Ammo yana shundoq degim keldi. Afg'on tog'laridan Suriya jangalliqlarigacha surgun bo'lib, shabnamdan sap, ona sutidan pak niyatlarim bilan Alloh uchun o'lalmay, kim bilan urush qilganimni bilolmay, oxirida dushmanning qiltig'iga tushgunimni his qilganimda, sizlardek ta'laga ega bo'lishning oson emasligini tonib yetdim. Mo'ranglarni mo'ranglarga yiqib, jaynikinglar bilan bir-biringlarni bog'lab, zabardast mang'ininglarni ko'rib, birlashishning xiyol emasligiga iymon etdim. Ammo ichimdagi barliq nafrat g'azabimga yetarlik bo'lgan, men e'tirof qilishni xohlamay, dushmanim yo'q deb reallikqa ko'zimni yumib uxlab olsammi, tushlarimga qadar kirvilayotgan cho'shqilar tursimu, bir-birimizga eng ehtiyojli chog'larimizda taqdirdosh, yurtdosh, qarindoshlarimizga zahardan ochiq inkoslarni yezib, tuhmat, til ahonatlarni yog'dirib, ularning yuraklariga pichoq urayotganimda o'zimning sog'lom inson ekanligimdan gumon qildim. Sizlarning kiminglar 15, kiminglar 25 yoshinglarda vatanni quchoqlagancha ketdinglar. Murodinglarga yetdinglar. Ammo biz kimimiz 30, kimimiz 40, hatto 50 ga ulashdik. Birimiz amal mansab, birimiz shon shuhrat, yana birlarimiz foyda manfaat ko'chisida sizlar tarafga kelyapmiz deb o'zimizni yoki atrofdagilarni aldayapmiz. Biz sizlardek jon berish emas, bir tomchi qon, biror tomchi tarni millat uchun iqitmay turib, soatlarcha leksiya so'zlab o'zimizni oqlasaqmi, yoki duo bilan Imom Mahdini saqlasaqmi, o'zimiz ustida fikr qilmay, barcha gunohni qarshimizdagilarga chaplasaqmi, tugmini tugi ko'rsatib qilgan ishlarimizni maqtasaqmi, tuqqanlarimizning go'rida ekanligi bilan nafsimizni aldasaqmi, haqiqat o'ttirida edi. Hech bo'lmasa Sulaymonning lashkarlaridan qavmini ogohlantirgan chumullardan, İbrahim uchun yiqilgan dengizdek o'tni o'chirishga suv to'shigan quchqashdan ojiz emas edik. İzzetinglar uchun ko'chaga to'kildinglar. Qiz ayollaringlarni deb yovga etildinglar. Sizlarga terrorchi,
Bölgünç töhmetler çaplandı. Halbuki sizler insonlar dili emas, aqlsiz hayvonlardimi bo'ladigan oddiy huquqinglar uchun chiqqan edinglar. Sizlarni aslagancha o'zimdan numus qilaman. İzimde birer yüzünü sekresemmi, zerreçilik g'ururning mendan to'kildiganligiga, yuragimda vijdonning tepildiganligiga shubhelanaman. Shundoq, yolg'on dunyoga aldanib, sun'iy insonga aylanib, quruq shuarlar kayniga daldilinib yashayotgan biri bo'lsammi, haqiqiy dunyoga yetgan sizlardek o't yurak qahramonlarimizning qonlarini tomirlarimdan izlayman. Tirikchilik umidli bo'ladi ekan, sizlar kabi inson bo'lishdan aslo voz kechmayman. Kallam balkim düşmanning tarbiyasida yuyulgandı. Psixikam qat-qat bismillah tüpeyli buzulgandı. Sarsonlikda yoshlik gullarim to'zig'andi. Ammo sizlar ko'mgan uruq düşmanning zamonaviy qurollari yiqilisholmaydigan qalbimning cho'nqur yerlarida bexlanyotdi. Sizlarning issiq qonlaringlar singan tuproqning bag'rida o'sgan har bir jonliqning hujayralariga qadar singib ketgan bu pidokor ruhinglar mangu o'lmaydi. Qağı qo'zg'ullar changi qurgan, ich cho'shqilar aylanib yurgan ziminimizning bir chimdim topsumi sizlarni seg'inadi. Rabbinglar sizlardan rozi bo'lgan, sizlar Rabbinglardan rozi bo'lgan insonlar sizlarga xush muborak bo'lsin. Sizlar tikkan armon dissab chaylab, lagerlarga solash yuraklarimizni tanlarimizdan bulash bilan o'lmaydi. Balki u aksicha ko'klaydi, shoxlaydi. Chunki bu 35 milyon insonning yuragiga silingan uruq.